Qani qadrdonlarim, biz bismillah deb bo'lmasam ishni boshladik. Iltimos qilamiz, videomiz boshidan kanalimizga ozgina bo'lsa-da o'z hissangizni qo'shib bir donagina like bosib qo'ying va albatta kanalimiz rivoji uchun bir donagina obuna tugmasini bosib qo'ying va kelgusi videoda qanaqa texnikalar chiqaraylik kommentariyalarni ochiq qoldirdik. Albatta izohlarda yozib ketasiga umiddaman. Qadrdonlarim, e'tiboringizda Arion texnikalardan ko'rsatib o'taman. Videomiz boshidan sara texnikalarni ko'rsaman, oxirigacha saralari bo'ladi. Bugun albatta videolarni oxirigacha ko'rib boring. Arion sotiladi. Ishga tayyor holatda, holati idealniy, balonlari deyarli 60-70-80% gacha yaxshi holatda, motorlariga tig' tegmagan, kluch tegmagan, 2018-yilda ishlab chiqarilgan, qiziqqanlarga narxi 34 ming kelishtirib beriladi. Va albatta aloqa uchun telefon raqamlari 94 301 35 70 qisqa telefon raqamlariga bekorga bezovta qilmagan holda realniy oluvchilar aloqaga chiqinglar. Idealniy holatdagi Arion texnikamizni akamiz kelishtirib beradi. Qadrdonlarim, Belarus 82 ni so'ragan akalarimiz ham bor. Bugun videoni oxirigacha ko'rib borsangiz, Belarus 82 ni saralaridan ko'rsaman e'tiboringizga. Hozir ko'rib turgan Belarus 82 imiz 2008-yilda ishlab chiqarilgan, holat idealniy holatda, manzil Samarqandda ekan. Narxini akamiz realniy oluvchilarga 120 million deyapti. Ko'pchilik aytishi mumkin, bu qimmat 120 millionga deb. Yo'q, qadrdonlar, bir daqiqa to'xtanglar. Bu texnikamizda balonlari zo'r holatda turibdi. Motorlariga tig' tegmagan, motor sohasidan umuman ishi yo'q. Bir kalitga zavod bo'ladi. Yurib turgan texnikami yo'q, so'z korobkalariga kluch tegmagan. Olasiz, soqqani bosasiz deb qoldiribdi. Albatta oramizda samarqandlik akalarimiz bo'lsa, tavsiya qilaman, qiziqqanlarga telefon raqamlarini qoldirib ketamiz. Albatta aloqa uchun bemalol bog'lansanglar bo'ladi. Texnikani borib, ko'rib, savdolashib olsanglar narxini kelishtirib beradi akamiz. 93 kod bilan 293 2889 qisqa telefon raqamlariga bog'lanib, faqat realniy oluvchilar, yana qaytaraman, realniy oluvchilar bekorga bezovta qilmagan holda telefon qilsanglar bo'ladi. Va albatta e'tiboringizga akalar, ko'pchilik mana bunaqa apparatlardan shunga o'xshash selkalardan so'ragan akalarimiz ham bor. Men Andijon Baliqchidan bitta zo'r silos apparat ko'rsatib o'tib ketmoqchiman. Holati idealniy holatda, yurib turgan texnika, hech qanaqa muammosi yo'q. Olasiz, uzoqqani bosasiz deb akamiz qoldirgan, o'zlari minib yuribdi hozircha. Silos apparat sotuvda ekan, 2025-yilda ishlab chiqarilgan, holati yangi. Manzilini aytdim, Andijon Baliqchida. Bu endi 2025-yilda ishlab chiqarilganligiga qaramasdan akamiz narxini 9200 dollar deb baholabdi va albatta kelishtirib berar ekan. Telefon raqam qoldiramiz. Endi aynan 9200 emas, borib ko'rib tekshirib olasiz, kelishtirib beradi akamiz. 93 kod bilan 210 0880 qisqa telefon raqamlariga bog'lanasiz. Realniy oluvchilar borib, ko'rib, savdolashib olsanglar, albatta kelishtirib beradi. Savdosiga baraka tilaymiz. Nima ham deymiz, biz davom etamiz. Albatta kommentariyalar ochiq. Kelgusida qanaqa texnikalar chiqaraylik yozib ketasiz degan umiddaman qadrdonlarim. Ha, qadrdonlar, shu yerga yana bitta narsani aytib o'tib ketay. Kimdir qiziqishi mumkin, texnikasi bor, sotmoqchi, qayerga murojaat qilishni bilmayapti. Yuqorida ko'rsatib qo'ygan 99 766 70 57 qisqa telefon raqamlariga Telegramdan yozsangiz, sizning ham texnikangizni reklama qilib beramiz albatta. Ha, qadrdonlar, bugun 30-may bizning oxirgi kunimiz. Reklama xizmati adiga 10 ming so'm deb 1-may sanasidan 30-may sanasigacha e'lon qilib qo'ygandik. Bugun oxirgi kun. Ulgurib qolinglar qadrdonlarim, ertadan narxlar o'zgaradi va albatta kommentariyada qoldiringlar, shu narx qolsinmi yoki o'zgartiramizmi, nima deysizlar, shu yerga bitta bozor qilib yozib ketinglar. Albatta har bir obunachim fikri men uchun alohida ahamiyatga ega. Hamma tushundigan umiddaman, kommentariyalar ochiq yozib ketishingiz mumkin. Bu ko'rib turgan texnikamiz 2018-yilda ishlab chiqarilgan, Toshkent viloyati Chinozda ekan. Telefon nomerlari 97 118 0085. Qadrdonlarim, bu haqda ma'lumot kam. Men Telegram kanalimning oxirgi postlariga barcha ma'lumotlarni olib joylab qo'yaman. Albatta o'tib olib, kuzatib borsanglar, sara ma'lumotlari bor texnikalarni va eng sara texnikalarni ko'rib borasiz. Ha, qadrdonlar, raqam qoldirdik 0085, narxini o'zingiz kelishib olasiz. Yuqorida ta'kidlaganimdek, ajoyib selkalardan ham videomiz davomida ko'rsataman degandim. Va mana va'daga muvofiq ajoyib Alper selka sotiladi. Holati yaxshi holatda turibdi. Narxini videomizni boshidan aytib ketaman. Qiziqqanlarga narxini akamiz 8000 dollar deyapti. Manzil Andijon Baliqchida ekan. Qadrdonlarim, bunga telefon raqam qoldiraman 93 210 0880. Ha, qadrdonlar, mana shunaqa selkalardan kombaynmi, traktormi, pakorchikmi, ekskavatormi, qanaqa texnika bo'ladigan bo'lsa, bizni Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'ysangiz, bizni Telegram kanalimizga albatta nafaqat bunaqa selkalar, balki bundan-da sara selkalarni, texnikalarni ko'rishingiz mumkin. Telegram kanal manzilini qidirayotganlarga, so'rayotganlarga kanal profilga kirasizlar, YouTube kanal biosida turibdi, o'tib olib, kuzatib borsanglar, sara texnikalarni ko'rib borasizlar. Albatta qadrdonlarim, hammasi sizlar uchun. Texnika bozorim kanali doim harakatdan to'xtamaydi.
Bu selkaga keladigan bo'lsak, savdosiga baraka tilaymiz. Aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Narxini akamiz kelishtirib beradi. Biz davom etamiz. Albatta qadrdonlar, akalarimiz mini traktorlardan ham so'raganlar oramizda anchagina tashkil qiladi. Kommentariyalarda nafaqat balkim bizning Telegram kanalimiz postlariga "Ey qadrdonlar, meni o'zim lichkamga mini traktorlardan bo'lsa ukaginam chiqarib turgun" deb nafaqat samarqandlik akalarimiz, balkim Farg'ona, Andijondan ham yozishgan ekan. Mana qadrdonlar, sizlar uchun mini traktor Zubur 11 ga 05 sotiladi. Pashti yangi holatda turibdi. Albatta kelishtirib beriladi. Narxini aytib o'tib ketaman videomiz boshidan. Narxi 22 million so'm. 22 millionga bunaqa texnika bermaydi. Yangi holatda turgan texnika. Xullas qadrdonlar, manzil Farg'onada. Telefon raqam qiziqqanlarga qoldirib ketamiz. Aloqaga chiqib kelishtirib olsanglar bo'ladi. 94 kod bilan 125 17 28 yoki 91 kod bilan 125 17 28 kodiga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Xullas 13 2 223 4 Texnika deydigan akalarimiz mana bularni o'zlari tushunib olsa kerak menimcha. 23 soat ishlagan yoki 23 ming soat ishlagan. Bunisini to'g'riroq men o'zimcha tushunmayman. Tushungan akalar albatta izohlarda yozib ketasizlar degan umiddaman. Qadrdonlarim, biz mana yetib keldik eng sara texnikalarni ko'rishga. Isuzu sotiladi. 2020-yilda ishlab chiqarilgan, yurgani 300 ming. Gaz 8 tali 6 ta baloni yangi qo'ygan holat, ideal holatda. Narxini albatta doimgidek videomiz boshida aytib o'tib ketaman. Narxi 650 million so'm. Albatta kam bor, videoni boshida aytib o'tib ketdim. Manzil Namangan viloyati Mingbuloq tumani Yaypan Kamar qishlog'ida ekan. Qadrdonlar, namanganlik akalarimiz bo'lsa, "Uka, ishingga omad" deb izohlarda yozib ketinglar. Shu bilan ozgina bo'lsa-da mehnatimizni qadrlagan holda bizni xursand qilib qo'ygan bo'lasiz. Qadrdonlarim, telefon raqam 94 506 12 32 qisqa telefon raqamlarini qoldirib qo'ydik. Iltimos qilamiz, bekorga bezovta qilmagan holda realniy oluvchilar aloqaga chiqsanglar kelishtirib beradi akamiz. O'zi ham chiroyli narxlarda kelishtirib olasiz. Holati ideal holatda turgan Isuzu'miz albatta 650 million so'm deyapti akamiz. Aytgan narxiga emas, albatta kelishtirgan holda beradi. Nima ham deymiz, savdosiga baraka tilagan holda biz davom etamiz. Izohlarda yozib ketinglar, qanaqa texnikalar kelgusi chiqaraylik qadrdonlarim. Har bir obunachi fikri men uchun alohida ahamiyatga ega. Aynan siz qidirayotgan texnikani imkon qadar ko'proq chiqarishga harakat qilaman. Qadrdonlarim, doimgidek X-Mac brendiga tegishli bitta ajoyib 30 ga 25 holat, zo'r holatda turgan ham Bakojik ham X-Scooter texnikamizni ko'rsaman. Ishlab turgan texnika hech qanaqa muammosi yo'q. Motor zo'r, korobka moslar umuman ochilmagan, shunday olasiz soqqanib bosib ketadigan texnika. Narxini akamiz realniy oluvchilarga shunchaki 179 million so'm deyapti. 179 million so'rayapti. Albatta borib, ko'rib texnikani tekshirib olasiz, kelishtirib beradi akamiz. Qiziqqanlarga telefon raqamini qoldirib ketamiz albatta. 99 kod bilan 260 51 51 qisqa telefon raqamlariga bog'lanasiz va albatta kelishtirib beradi akamiz. Iltimos qilamiz, videoga shu yerda bitta pauza qilib tarsida bir donagina like bosib qo'ying. Agarda bizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna tugmasini bosib qo'ying. Kelgusida qanaqa texnikalar chiqaraylik, bunisini ham yozib ketinglar. E'tiboringizga bitta ajoyib texnika ko'rsataman. Qaralar, qadrdonlarim, Prodatsiya traktor Neholding 70 ga olmish, nahot sevi otlishnim so'zdan Naholdo 2020 kod web motochas 6000. Xullas qadrdonlar, Neholding 70 ga olmish texnikamiz holati o'ta ideal holatda, shunchaki ideal emas, idealni o'ta idealni a'lo darajada turgan texnikamiz 2022-yilda ishlab chiqarilgan va atiga 6000 motochas yurgan. Qiziqqanlarga hozir narxi va telefon raqamini aytaman. Ungacha siz bir donagina like bosib diqqat bilan eshitib turinglar. Motorlariga kulush tegmagan, 2022-yilda ishlab chiqarilganligiga qaramasdan, qadrdonlar, korobkalari umuman zo'r holatda turibdi. 4 ta baloni ham 100% yangi. Konditsioner pechkalarigacha bo'lishi kerak bu texnikani. Endi akamiz aynan yozib ketmagan-u, bor bunaqa texnikalarda bo'ladi qadrdonlar. Narxini akamiz realniy oluvchilarga $80,000 deyapti. Qiziqqanlarga telefon raqam 94 914 98 00 qisqa telefon raqamlarini qoldirdik. Neholding 2022-yilda ishlab chiqarilgan holat, ideal holatda aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Tavsiya qilaman qadrdonlarim, ideal holatdagi bu texnikamiz. Ko'rinishiga ham, sassanasiga ham gap yo'q. Va qadrdonlarim, e'tiboringizga Volvo Excavator'dan ham ko'rsaman, diqqat bilan eshitamiz. Prodatsiya Excavator Volvo naxodisaviy otlishnim so'zdan Nephodo 2006 god webs est variant narxi. Xullas qadrdonlar, bu Excavator ideal holatda turibdi. 2006-yilda ishlab chiqarilgan, variantga ham berilishi mumkin degan akamiz albatta endi. Qiziqqanlarga narxini aytaman. $45,000. Telefon raqam 94 914 98 00 qisqa telefon raqamlarini qoldirdik. Qadrdonlarim, ma'lumotlarni eshitdingiz, hammasini ko'rdingiz, telefon raqam qoldirdik. Videomiz ham oxirlab boryapti. Nima ham deymiz, videomiz so'ngida iltimos qilamiz, bir donagina like bosib qo'ying. Va videomiz davomida oz-moz kamchiliklar bo'ladi.
ozmoz adashmovchiliklar bo'ladi. Albatta uzr so'ragan holda qadrdonlarim. Shunchaki izohlarda negativ yozgandan ko'ra omad uka deb yozib, kelgusida qanaqa texnikalar chiqaraylik yozib yetinglar qadrdonlarim. Aynan siz qidirayotgan texnikani chiqaramiz. Hammaga omad, kelgusida ko'rishguncha qadrdonlarim.